Mana kapustani davri o'ttirgan akalarimizga mana navbatdagi ishimizni qo'yib beramiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana kapustani davri o'ttirgan akalarimizga kapustadan chiroyli ideal qilib ishdan topshirib oldik. Natural toshdan qilib berganmiz. Chaplangan joylarga e'tibor berishlari mumkin. 5 ta chirpashkadan chiqadi bu. Disk va chirpashkalar to'rtta. Yilga 500 ming mingga chiqadi. Bu qismimizni Hamle plyums qilamiz. Ikkita fasad qilganda suv yoki qor yomg'ir tushganda fasadimizni urib olmaslik uchun, zabt qilmaslik uchun plyumsdan qilib berganmiz. 2 qavatli двойной krishka, ikkita palasa, 2 qavatli ekran qilib ishlab berganmiz. Kapusta deydi, davri o'tdi deganlarga kapustan mana ideal ishimiz. Bizlarning ko'rib baho berishlari mumkin. Burchaklarga e'tibor berishlayman. 45 gradus qilib chaqlab kesib ishlatilgan. Umuman bunaqa двойной bunaqa qilsa ham bo'ladi, lekin erinmay ishni ko'rsataylik deb. Ertaga uy egasi ham baraka toping deb bir ustani duo qilishi juda xursand bo'lamiz. Bu ishimizga tumba qismiga zalivat qilib rastvordan ishlab berganmiz. Darvozasining chekkalariga suxoy montajdan ishlab berganmiz. Sokullar ham suxoy montaj. Suxoy montaj bilan zalivatning nima farqi bor deganda, bunimizdan sho'r chiqmaydi. O'zini tiniqligicha yaltirab turadi. Bu tumbamizga kelsak, zalivat bilan bitta rastvorimizda va sho'r qismi bo'lsa, bunga chiqishi mumkin. Shuning uchun video egasiga ko'proq suxoy montaj tavsiya qilamiz. Bu obyektimizni uyimizning uzunligi 25 metr, uyni holati, figurasiga qarab asosan kapustani mana shunaqa fasonda ishladi. Tepalariga e'tibor bersalaringiz, topcha deymiz, mayda-mayda chaqlangan shakllar berildi. Tepadagi aylana ham o'zgacha chiroy turibdi darvozamizda. Tashqarimizni yakunladik, endi navbatda ichkarini boshlaymiz. Ichkarini bir ko'rib baho berasiz. Jarayonni bo'lib o'tyapti, hali yakunlangani yo'q. Suxoy montaj qilyapti. Qanaqa oqlik simlardan ishlatiladi. Orqasi qarab turadi. Nimaga deganda uy ertaga devor fundament kirishini bergan vaqtda soqolimizga umuman ta'sir qilmaydi. O'zini mashinaga yaltiragan ideal holatida qurib beradi. Yerlarda mana hali ishlarimiz ko'p. Bu yoq davom etadi, bu yoqda sinab bo'ladi. Bu yog'imiz davom etadi. Kesda ikkilik kapusta granitidan natural qilib ishlab beramiz. Mana sifatiga o'ta gap yo'q deydi-ku.